Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Abduri Abduvali Ayub. Meni shu bovay odam qilgan. Men Liudavan qamoqxonasiga 2013-yil 10-sentabr qamalgandan keyin kamerlar 3 qatim Uyg'ur tutqunga to'shib ketdi. Biri 11-oylarda, yana biri 2014-yil 3-oylarda bo'ldi. Bo'libmi 3-qatim, ya'ni 2014-yil iyundan keyin kamerlar Uyg'ur siyosiy mahbusga liq to'lib, Xitoy mahbuslar oz sonliqqa aylanib qoldi. Uyg'ur mahbuslarining ko'payishi bilan televizordan tarqatilgan darslarmo boshlanib ketdi. Kamerda xuddi Tangritog'dagiga o'xshash har kuni siyosiy tarbiya qanot yoydi. Qaraganda Uyg'ur bar yerda siyosiy tarbiyaning qanotlari yeyilib, tumushuqlari tig'dak o'tkirlab ketsa kerak. Tashviqot uzrab havolanish vaqti qisqarib bormoqda edi. Esimda qilishcha, oldin unga ilinib televizorda tarqatiladigan darsda jihad, hijrat, tavhid degan so'zlar ko'p takrorlanadi. Bu uqumlarni milliy bo'lgunchi unsurlarning dinni qurol qilib, davlatning birligini parchalashda qo'llanayotganligi ayblanadi. Tavhid birlik degan gap bu vatanning birligini ko'rsatadi. Jihad degan tirishish, kurash qilish deganlik, vatanning birligida ching turib, bo'lgunchilarga qarshi kurash qilish islomning buyrug'i deganni anglab, yoqamni tishlagan edim. Esimda qolgan yana bir jumla hijrat, tashlash degan ma'noda bo'lib, biz musulmonlar ko'nilikdan, nodonlikdan, asabiylikdan hijrat qilishimiz kerak edi. Ular degan darsda so'zlanishicha, ko'nicha qarash degani Uyg'urlarning Xitoylar bilan to'y qilishiga qarshi turish, uni qabul qilmaslik ekan. Nodonlik degani balalarga oilada Xitoycha so'zlamaslik, Xitoyning o'lkalariga o'qishga, ishlashga avatmaslik ekan. Asabiylik degani yog'liq ortish, soqol qo'yish, halol haromni ayirish ekan. Esimda qilishcha, yana milliy bo'lgunchi unsurlarning dinni qalqon qilib, Uyg'urlarni hokimiyatga qarshi quturayotganligi so'zlangan edi. 2014-yil iyundan keyin tutilganlar kamerga kishanlik qamaldi. Burun tutilgan siyosiy mahbuslarning hammasiga kishan silindi. Har kamerga bir qanchadan Xitoy to'g'ri kelgachga, Xitoyning hammasi amaldor bo'libmi yetishmadi. Kamerda boshliq qahatchiligi kelib chiqdi. 2014-yil martning oxirida qamalgan Uyg'urlar ichida Xitoyning ichkiri o'lkalaridan tutib kelinganlar ko'p edi. Iyunda tutilganlarning ichida dastlab Urumchidan tutilgan yoshlar ko'p bo'ldi. Iyulga kelganda bo'lsa, o'rta yosh, yashangan, hatto oqsoqol kishilarmo so'linishga boshladi. Qamoqda kuni eng tas bo'ladigani ashu mo'ysifitlar edi. Kamerdagi yashanganlarning ertadan kechgacha qaytib diqqatda o'ltirish, til haqorat va tayoqlar bilan bo'ladigan mahbuslik mashqi, soni cheklangan cho'ng kichik hojat, ancha muncha bekorlik go'sht chiqib qoladigan azob sho'rpisi va kechilab navbatda turishlarga chidamayotganligi ularning butunlay shuklab ketganligidan ma'lum bo'lib turadi. Harakatlari absiz, ko'zlari nursizlanib, xotirasi ojizlagan shu kishilarga oson emas edi. Ular 37 turlik qamalg'uvchilar qoidasini yodlab, tashviqot darsini tik diqqatda o'ltirib anglab bo'lolmaydi. Shu kunlarda kamerning ishigidagi rujakdan bir buvayni har kuni so'roqqa ilib mengilgan holda ko'ratdim. Buvay mangolmasa kerak, bir mahbus yudib ilib chiqib, yudib qaytirib keladi. Uchisiga siriq mahbus kiyimi kiygan, choch soqol butunlay oqargan bu buvay manga dadamni eslatdi. Har qitim buvay so'roqqa ilib mengilganda keyindan qarab qolatdim va qaytib kirimigacha ichimni mushuk tatilgandek bearam bo'latdim. Koridordagi soatning tillari to'xtab qolgandekla bilinadi. Buvayning holiga qarab, dadamning tugab ketishidagi hikmatni tushungandek bo'latdim. Dadamning mushundoq kunlarni ko'rmasda Allohga qaytganligi ko'nglimga tasalli bo'ladi. Shu damlarda so'roq qilinayotgan buvay uchun duo qilatdim. Alloh bandalariga mehribondir, qutqazg'ichidir deb tevinatdim. Bir kuni rujakdan buvayning yana so'roqqa ilib mengilganligini ko'rib qoldim. Qo'mish ko'l Veyxulyang.
tarafda tutilgan kamirdishim Abdurahmon buvayni ko'rib, "Ey isit, ashu buvayg'imi qo'l saptu, ajab chorasiz yorilib qapti-qa, Abduvali aka, kichikimda bu odam menga oyat o'gatgan, payg'ambarimiz haqida rivoyatlarni so'zlab berganlarida, onamdan payg'ambarimizmi mushu odamdek ko'yimchanmidi deb so'rg'inim, yilimi esimda", dedi menga qarab pichirlab.